Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga umra narxlari qanaqa bo'lyapti, sharoitlari qanday bo'lyapti, barchasi haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Buning uchun like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoda yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hozirgi kunda azizlar, umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi azizlar. Gastitsalarimiz 4 yulduzli gastitsa, gastitsa oraliq masofasi Madinada 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada. Makkada gastitsadan haramgacha bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, 10-12 minutli yo'l. Avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham bemalol borib kelsangiz bo'ladi azizlar. Madinada gastitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari o'zbek oshpozlari tomonidan tayyorlanadi azizlar. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari o'zbek oshpozlari tomonidan tayyorlanib olib kelinadi azizlar. Undan tashqari sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz bor azizlar. Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Undan tashqari Qur'on kitob bosmaxonalariga ham bemalol kirib chiqsangiz bo'ladi. Haftada 2 kun ishlaydi. Agar borgan kuningiz to'g'ri kelib qolsa, bemalol kirib chiqishingiz mumkin azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Bularning barchasi malakali, tajribali elboshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. 14 kun mobaynida sizlar bilan sizlarni olib yurib, sizlarga hamma sharoitlarni ko'rsatib, o'rgatib, o'zi bosh bo'ladigan malakali, tajribali elboshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Undan tashqari bizni firmamizdan boradigan bo'lsangiz, sizga mana bunday bejiklar beriladi. Bu bejiklar mehmonxona qayerda joylashgan hamda gastitsa nomerlari kiritilgan bo'ladi azizlar. Hamda mana bunday yostiqchalar beriladi va kamzilchalar beriladi har xil razmerda va sumka beriladi azizlar. Bularning barchasi agarda siz Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida, agarda Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida beriladi azizlar. Agar sizni uyingiz uzoqroqda bo'lsa, siz bilan qanday bog'lanamiz deydigan bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Zagram pasportlaringizni tashlasangiz, biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda O'ramda joylashgan 235-A uy. Bemalol kelib, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni naqd so'mda amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Agarda siz bizni safardan kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizga mana bunday sertifikatlarni qilib, sizning nomingizdan chiroyli guldastani olib ota-onangizni tabriklab kelamiz azizlar. Bemalol ekraningizda raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Undan tashqari reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz hozirgi kunda har hafta bor. Haftani har seshanbaga Toshkent-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Mana bu ko'rib turishingiz mumkin. Arabistonda prямой efir soat 8:32 gradus 33 gradus. Odam ham unaqa juda ko'p emas. Bemalol ekraningizda raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Xo'p, agar bugungi videolarimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Asosiysi, eng qiziqarlisi narxlarini aytib o'tsam. Toshkent-Jidda yo'nalishli narxlarimizni $1050 qilib qo'ydik. Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimizni narxini esa $1075 qilib qo'ydik. Agarda o'zingizda savol uyg'ongan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting, keyingi videolarda qo'shib ketamiz. Agarda qo'ng'iroq qilsangiz ekrandagi raqamlarga biz albatta javob beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.